Zakasini Andijon viloyati Asaka tumani Niyozbotir qishlog'imi shunaqa bo'lsa kerak. Menimcha 10 ta qolib, polni komplekti bilan sotib olishgan. Uzr 15 ta qolibdan sotib olishgan. Rezbali qoliblar, rezinkalar ichga turibdi. Qolib bir tomchi ham oqmaydi mana. Kimga kerak bo'lsa ekran nomer telefon qo'yaverasizlar. Dastavkamiz 2,5 tonna suyunki qilganmiz. Bu yerda yoqtirib ko'kka ham, garilkaga ham so'ra. Tagidan sandig'i bor, ochib turib ko'mir yoqsa ham bo'laveradi. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana Asaka shahriga o'rnatgan 15 ta qolib komplektimiz keldi. Mana 2,5 tonna suv bochka, mana shovlon bochka, mana musharka, mana kuyildi. Xudo xolasa ish jarayonlari ham yaxshi chiqdi. Mana ishda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana pastda nomer qoldirib aloqaga chiqaverasizlar. Mana hammasini terib ishga tayyor holatiga qilib qo'ydi. o'n beshta qoldi. 2 tomonlama. Akalar ham 2,5 tonnali suv bachka zakaz qilishdi. Olib keldik. Kim qanaqa kattaligida desalaring qilib beraveramiz bachkalarni. Mana musharka qolib nechta desa bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. $1,500 boshlanadi bir komplektda. Musharkasi, shablon bochkasi, suv bochkasi bo'ladi $1,500. 3 ta qolib bilan. Akalar qolib ko'paytirib olishdi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastda nomerlar aloqaga chiqasiz. Bitta aylantirib miksерni suvga qo'yib. Mana ish jarayonlari. Kech bo'lmasa soatimiz 5 bo'lishi yong'inda ham chiqdi. Assalomu alaykum akalar. Gazabloy bir komplektiga mana 4 ta qolib bo'ladi. Mana oshig'li. Har bittasinin to'g'risida profili bor. Tagigacha to'g'ri profil ketgan. Ichida listlari bor. Kuchli rossiyskiy list, profillari ham qalin, ochilib yopilishi rezbali bo'ladi. Buni kesilmaydi. Alohida bu penavo singa 4 qirra bo'lib chiqadi. Shu qolipdan 4 ta bo'ladi. Undan tashqari mishalkasi bo'ladi. Mishalkasi motorini qo'yib beramiz. Motori yo'q. Keyin tepasini kesib olib tashlagan arrasi bo'ladi. Keyin mana suv yo'nkisi bor, 2 litr, tepasida 55 litrlik bor. Suv nasos, datchik hamma yo'qlar bo'ladi. Yana nechta narsa bo'ladi desanglar, bitta mishalka, suv yo'nkisi, arrasi, qolip 4 ta bo'ladi. Qolip to'rlasi ham listli bo'ladi. Mana shu bir komplekt bo'ladi. Ammo belgacha profillar cho'tki, razmerlari ham 100% diagonal chiqadi. Mana ko'rib olaylar.